Esil örüp adetlerimiz. Assalamu alaykum umoq do'stlar, yaxshimsizlar? Men Güliz. Men sizlarga esil örüp odatlarimizni tunishtiraman. Bugungi mazmun qo'l yuyish. Esil örüp adetlerimiz. Umoq do'stlar, xalqimizda kasal eg'izdan kirdi deydigan tamsil bor. Chunki biz qo'limizni ishlatib tamoq yeymiz. Agar biz tozliqqa diqqat qilmay, maynat qo'limiz bilan tamoq yesak, kasal mikroblarni yeyishimiz mumkin. Shunga qo'l yuvishga kelganda dona xalqimiz nihoyat e'tibor berib, ota-onalarimiz bizga qo'lni doim yuvib turinglar. Bo'libmi sirtdan uyga kirganda, tozliq uydan chiqqanda, pulni tutgandan keyin va tamoq yeyishdan burun cho'qim qo'lni yuvinglar deb tarbiya berdi. Xalqimiz hatto yo'qlab kelgan mehmonlarga qulaylik yaratib, hurmatini bildirib, abduva chilabcha va lo'ngini mehmon oldiga opirib, qo'l yuvishga tavsiya qiladi. Mehmonlarmi intayin to'g'ri tushunib, rahmatini bildirgach, qo'llarini yuydi hamda hargizmi qo'lini silkimaydi. Chunki ho'l qo'lni silkiganda qo'l yuvgan suv tomchilari har yerga chechildi. Shunga bizda yuvgan qo'lni silkish hurmatsizlik deb qaraladi. Qo'lni doim yuvib turish va ho'l qo'lni silkimaslik nima degan esil o'rib odatimiz-a? Esil örüp adetlerimiz. Umoq do'stlar, bugungi mazmunni xulosalasak, birinchidan qo'lni doim yuvib turish kerak. Bo'libmi sirtdan uyga kirganda, tozliq uydan chiqqanda, pulni tutgandan keyin va tamoq yeyishdan burun cho'qim qo'lni yuvish kerak. Ikkinchidan, qo'l yuvgandan keyin hargizmi qo'l silkimaslik kerak. Qo'lni lo'ngi bilan aytib quritish kerak. Umoq do'stlar, qo'l yuvish odatimizni esinglarda tutilib qolmay, do'stlaringlarga tavsiya qilinglarmi? Endi qo'l yuvish naqsini aytaylik. La 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 naqsh aytaylik. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Umoq do'stlar, menga agishib o'qinglar. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Yana bir qatim o'qiylik. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Yaraysizlar. Endi sal tezroq o'qiylik. Tayyorlik boshlandi. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Esil. Umoq do'stlar, endi ohangga tushirib tang aytaylik. La 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 naqsh aytaylik. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Qo'l yuyimiz, pokiz yuyimiz, qo'lni hargiz silkimaymiz, yuygan pokiz qo'limizni lo'ngiga aytib quritimiz. Bek qaltis aytdinglar umoq do'stlar, yaraysizlar. Naqshni uydagilarga va do'stlaringlarga aytib beringlarmi? Bo'ladi amsa, keyingi mazmunda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.